Qabulimga bir ayol 3-bor kirib kelib, har doimgidek o'sha mavzudan gap boshladi. Bugun ham shunday bo'ldi. Ishni boshlab ulgurmasimdan eshik taqillab, eshik ortidan yana o'sha ayol ko'rindi. Assalomu alaykum, doktor, mumkinmi? Ha, keling opa. Mumkin. Yana oldingizga kelyapman-da. Ha, mayli opa, tinchlikmi? Bu safar nima bezovta qilyapti? Doktor, siz yaxshilab tekshirmabsiz-da. O'g'limning yuragi 3 marta urib, keyin bir muddat to'xtab qolyapti. Voy opa-ey, qayerdan oldingiz bu gapni? 2 marta tekshirdim, hammasi joyida bo'lsa, nega xavotirga tushyapsiz, hayronman. Yoki menga ishonmayapsizmi? Unday demang, jon uka. Sizdan iltimos, yana bir bor diqqat bilan tekshiring. Xo'p, olib kiring-chi bu yoqqa. Avvallari tomirini ushlab aniqlab ko'rgandim. Binoyidek urayotgan edi. Endi onaxonga ishonchli bo'lishi uchun tegishli asbob yordamida tekshirib ko'rishni reja qildim. Onaxon farzandini suyagancha xonamga olib kirdi va o'rindiqqa o'tkazdi. Xo'sh uka, bu yerga yonboshlangchi. Qani bir yaxshilab ko'raychi dedim-da, yigitchani o'rindiqqa yonboshlatib, kerakli asbob yordamida yurak urishini tekshira boshladim. Astag'firulloh, ey Xudo, opa ming bor uzr, men adashgan ekanman. Rostdan siz aytgandek yuragi urib turib to'xtab qolyapti. Ana aytgandim sizga, doktor. Tezda o'g'lingizni davolash zarur. Yaxshi hamki vaqtida aniqladik. Agar siz buni sezib qolmaganingizda oxiri yomon bo'lardi. Faqat bir narsani so'ramoqchiman sizdan opa. Nima so'ramoqchisiz, doktor? Men shifokorman, shu ishning mutaxassisiman. Avval oddiy usulda, keyin esa kerakli asboblar yordamida bu holatni aniqladim. Sizchi, siz buni qayerdan sezib qoldingiz? Siz shifokorsiz, bemorni ilmingizga tayanib tekshirasiz. Asboblaringiz orqali eshitib kasallikni aniqlaysiz. Men onaman axir. O'z farzandimning yurak urishini butun vujudim bilan eshitaman va azoblanaman, deya javob berdi ko'zlarida yosh bilan ona. Bu gaplardan mening ham ko'zlarimga yosh keldi. Yaxshi hamki sizlar borsizlar. Onajonlar, boringizga shukr deb yubordim chin dildan. Ibrat, bu dunyoda onadan mehribonroq va farzandi dardiga sezgarroq zot topilmaydi. Hattoki hayvon va parrandalar hayotini kuzatsak, ularda ham ona mehr-muhabbati beqiyos darajada mavjudligini payqash mumkin. Mabodo bu jonzotlar biron xatar yaqinlashayotganini sezgudek bo'lsa, jonini qurbon qilib bo'lsa-da, o'z bolasini qutqarishga harakat qiladi. Bunday xatti-harakatga ularni nima majbur qiladi deb o'ylaysiz? Buni onalarimiz mehr-muhabbatiga qiyoslab bo'ladimi? Ona mehridan ustun bo'lgan yagona narsa bu Allohning rahmatidir. Zero hadisi shariflarda kelganidek, Allohning rahmati 100 bo'lak bo'lsa, uning bir bo'lagini Alloh o'zi yaratgan barcha maxluqotlari orasida taqsimlagan va o'sha rahmat va shafqat tufayli barcha maxluqot mavjudot o'zaro bir-birlariga jinslarining davomchilariga mehr ko'rsatadilar. Mazkur rahmat tufayli ona hayvon o'z tuyog'i bilan bolasini bosib o'ldirib qo'yishidan tiyiladi. O'sha mehr tufayli yirtqich hayvonlar ham bolalariga shafqat ko'rsatadilar.